Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Bir-biridan chiroyli qizlar bular. Sizning rahbarligingizda maktabimiz ilm va ijod maskaniga aylanmoqda. Sizning e'tiboringiz, fidoyiligingiz va tashabbusingiz tufayli o'quvchilarimiz yuksak maqsadlar va ijodkorlik ruhida tarbiyalanmoqda. Ustoz va murabbiylar kuni muborak bo'lsin. Har yo'l, har sohaning bir piri bo'lib, ehtirom dil ahlining tadbiri bo'lib, har ishda ustozning bir siri bo'lib, kashf va asror bo'lmas, ustoz bo'lmasa. Rahmat. Baraka topinglar. Baraka topinglar. O'qishlaringga omad. Xursand bo'ldim. Laring ko'p bo'lsin. Ana shunday kasb egalari bo'lasizlarki, sizlar ishni faxrlanib turadi. Ishlaringizga rahmat. Chizsaydim hayotning qalami bilan oftobga o'xshagan suratingizni, shogirdning sho'x to'la olami bilan ta'riflay olsaydim qudratingizni. Mehribon ustozim, sizning bizga bergan har bir maslahat va mehringiz bizning hayotimizda o'chmas iz qoldiradi. Kelajakdagi bizlarning oldimizga tashlashga tilakdoshman. Ustoz qadrini bilur, har qalbi salim. Hayot darslaridan bergaydir ta'lim, dunyoda eng aziz ulug' muallim, kimsa sardor bo'lmas, ustoz bo'lmasa. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmat. She'riyat mulkiga oshno etdingiz, kitoblar qatiga bitilar rozim, sizki boringizni fido etdingiz, har nafas hamdamim aziz ustozim. Ustoz va murabbiylar kuni bilan sizning chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunya